Do'stlar, hayotingizni osonlashtiruvchi ajoyib bir uskunani sizlarga gapirib o'taman. Bu o'chirib yoqish taymeri. U nima uchun kerak va qaysi holatda sizlarga qo'l keladi? 4 ta misol tariqasida sanab o'taman. Birinchisi albatta bu telefonni zaryadlash. Hammamizda telefon bor. Uni kechga zaryadga qo'yib qo'yamizda, ertalab olamiz. Kechasidan zaryadlangan telefonni batareyasi juda tez ishdan chiqadi. Mana bu taymer esa ertalab aytaylik soat 5 ga qo'yib 8 da o'chadigan qilib qo'ysangiz, ishga ketish oldidan 100% zaryadka olib, batareyasiga hech qanaqa zarar tegmagan holda olib ketasiz. Ya'ni zaryad qilishni ham unutmaysiz va batareyasiga zarar keltirmaysiz. Ikkinchi misol, agarda mabodo sizda akvarium bo'lsa, bilasiz, baliqchalarni bir vaqtda oziqlantirib, svetini yoqib o'chirish kerak bo'ladi. Mana shu taymer yordamida kerakli vaqtlarni belgilab qo'ysangiz, o'zi svetni o'chirib, yoqib, baliqlarni oziqlantirib turadi. Uchinchi misol, aytaylik, hovlida chiroqni o'chirib yoqish. U doim bizda esdan chiqib qoladi. Kechga yoqish, ertalab o'chirish. Lekin mana shu taymer yordamida kechki 8 ga yonishni, ertalab aytaylik 6 ga o'chishni qo'yib qo'ysangiz, yana sizni ishtirokingizsiz o'zi chiroqni o'chib yonadi va sizni ortiqcha elektr energiya xarajatidan tejab qoladi. 4-chi eng muhim holat hammamizga kerak, bu o'g'rilarga qarshi vosita sifatida. Ya'ni uyda bo'lmasangiz ham u uyda borligingizni bildirib turadi. Bu qanday qilinadi? Biror bir mehmondorchilikka yoki uzoq muddatli ta'tilga ketayotganingizda mana bu taymerni kechga ma'lum bir vaqtda o'chib yonishga qo'yib qo'ysangiz kifoya. Go'yoki qo'shnilar uchun ham, boshqalar uchun ham uyda borsiz, svet yoniq. Kerakli paytda o'chadi, qo'yadi. Siz esa ajoyib ta'tilingizni hech qanday o'ylovlarsiz o'tkazasiz, qo'yasiz. Taymer bo'lsa unda faqat счетчик o'z.